Pinduoduo ilovasida mahsulot buyurtma qilishimizdan oldin bilishimiz muhim bo'lgan ma'lumotlar bor. Shulardan biri, agarda siz Visa karta orqali to'lov qilayotgan bo'lsangiz, mahsulotni demak 4 ta mahsulot olmoqchisiz. Masalan, hammasini yoniga galchka qo'yib belgilab olib, keyin so'ngra demak, hozir mana belgilab ko'rsataman. Mana hammasini belgilab oldim, olmoqchi bo'lgan narsalarimni. Siz ham olmoqchi bo'lgan narsalaringiz hammasini belgilab olib, keyin mana bu yerdagi buyurtma qilish oynasini bosing. Shunda siz umumiy buyurtmangizdan 3% usluga olib qoladi Visa karta. Agarda siz hammasini belgilamasdan turib, faqatgina bitta mahsulotni belgilab turib, to'lov qilish oynasini bosib, demak buyurtma qilish joyigacha borib, buyurtma qilib, keyin yana qaytib ikkinchi mahsulotni belgilab, ikkinchi mahsulot uchun to'lov qiladigan bo'lsangiz, qimmatga tushib ketasiz. Bu sizga zarar keltiradi. Sababi Visa karta 3% usluga oladi va har birini alohida to'lov qiladigan bo'lsangiz, alohida buyurtma qiladigan bo'lsangiz, har bir mahsulotingizdan 3% dan usluga oladi. Bu sizga zarariga ishlaydi. Shuning uchun hammasini belgilab olib, so'ng buyurtma qiling. Alipaydan to'lov qilayotgan bo'lsangiz farqi yo'q. Alohida buyurtma qilasizmi yoki hammasini yig'ib paket holida buyurtma qilib to'lov qilasizmi, farqi yo'q. Alipayda usluga bo'lmaganligi sababli siz hech qanaqa zarar ko'rmaysiz. E'tibor berishimiz muhim bo'lgan yana bir ma'lumotlardan biri, mana shunday qilib belgilaganingizdan so'ng, demak, bu yerda mana bu joyda belgilayotganingizda shunaqa har birini o'zini ma'lumotlar chiqadi. Ayrimlarida rasmiy rang chiqsa, ayrimlari nabor bo'lsa, nabor nimadan tarkib topganligi chiqadi. Budan albatta tarjima qilib keyin belgilaysiz. Mana tarjima qilaman, skrinshot qilib olasiz va yana Google'ga o'tib bularni tarjima qilasiz. Va bu yerda ko'rib turibsiz, har bittasi demak mashinani markasiga qarab tanlashim kerak ekan. Ya'ni mana shu zakaz qilayotganimni qaysi mashinaga to'g'ri kelishini o'shani ustiga bosib belgilashimni tavsiya qilyapti. Endi boshqa misol ko'rinishida ko'rsataman. Mana shuni ham buyurtma qilishimdan oldin yoniga galchka qo'yganimda bu yerda ham tanlashimni so'rayapti. Tanlashingizdan oldin albatta buni ham tarjima qilib ko'rasiz va yaqinlashtirib har birini o'qib ko'rasiz. Bu yerda hammasini mana yozib qo'ygan bo'ladi, ya'ni rangi pushtiligi va bitta qo'shimcha katta tortma berayotganligi plyus saqlash qutisi bilan birgaligi yozib qo'yilgan. Endi keyingisi ikkita tortma plus 7 ta bo'limdan iborat. Mana shunaqa qilib har birini yozib qo'ygan bo'ladi. Ustiga bosganingizda o'zi o'zgaradi bular. Mana bu rasmga qarab turasiz. Mana keyingisida ikkita tortma va 7 ta bo'limdan tashkil topganligini yozmoqda. Mana ustiga bosib ko'rasiz va ikkita tortma va mana bu yerda 7 ta qutilardan tashkil topganligini nazarda tutmoqda. Xuddi shunaqa qilib buyurtma qilmoqchi bo'lgan mahsulotingizni albatta avval rasmiga qaraysiz va mana bu yerda yozilgan tarjimalarga qarab, keyin belgilab o'zingizga to'g'ri keladiganini tanlaysiz. Narxi ham o'zgarmoqda, e'tibor bering. Demak, nabordagi tashkil topgan nechta narsadan iboratligi yoki o'lchamiga qarab ham narxlari o'zgaradi. Mana to'liq tarkib 10 turu 5 yuan ekan. Xuddi shunaqa qilib o'zingizga to'g'ri keladiganini ustiga bosib tanlaysiz. Mana men tanladim va qizilni bosib buni to'g'rilab qo'yamiz. Mana e'tibor bering, hammasini razmerlari tanlandi. Buning ham razmerlari tanlandi. Endi buyurtma qilish oynasini bosamiz. Buyurtmani amalga oshirayotganingizda faqatgina hozirda sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotlaringizga shunaqa galchka qo'yib chiqing. Sotib olmaydigan mahsulotlaringizga galchka qo'ymaysiz.